G'irt bekorchilar, biz va'damizning ustidan chiqdik. Bugun Toshkentdan Qoraqalpog'istongacha peshkom ketamiz birinchi kun. Podpisatsiya qilinglar, like bosinglar, bizni podeshga qilinglar. Iltimos sizlardan agar reklama bo'lsa shu nomerga tez aloqaga chiqinglar. Zo'r chiqdi Jo'ra. Zo'r chiqdi. Jo'ra, rostdan peshkom ketamizmi? Jinnimisan? Taksida ketamiz. Prosta odamlarga shunday deymiz. Faqat videoda peshkom yuramiz. Ha, suving bormi Jo'ra? Tegma sumkamga. Hammadan bu? Labim yolganda surtyapman issiqda. Mana ayeni sumka. Nima ishing bor? Reklama bormi? Chiqdimi? Tam yozganda hamma so'kyapti kommentariyada. Ana uni qara. Azizlar, mana Toshkentdan Samarqand Jomboygacha bo'lgan sayohatimizning bugun 4-kuni. Ne turqi qursin? Konkurent bu, konkurent. Aka, qayoqqa ketyapsan sen? Samarqandga? Samarqandga peshkommi? Ha? Nonni yarimta qilma uka, nonni yarimta qilma, orqangga qoch. Tur qol. Biz bir ish boshlamaylik, hamma shu ish qiladi. Ha, nechta podpischiking bor? 36 ta. 69 ta bizda. Ikkalamizda 69 ta. Jo'ra, vobshi maza qildik. To'xta, tualetni pulini to'lab ket. Qadrdonlar, hozir shunaqangi tualetda o'tirdik, ishoninglar, sharoitlar vobshi wow. Qisa pulimni ber ya. Xola ishoning. Vobshi pulimiz yo'q, absolutno. Xola siz ayam sumkachasi bor, ichida pomadasi bor. Surtasiz. Kelvin Klein'niki. Ukalar, 1 minut. Reklama ishon, reklama. Sizlar blogersizlar? Sizlarni kuzataman, rosa hurmat qilaman. Bitta kichkina iltimos bor edi. Ukamning oyog'i yurmaydi-da. Karta raqamini bitta stories qo'yib beringlar. Savob uchun. Qadrdonlar, savob uchun mana shu akamizga yordam beramiz. Mana shu kartalarga pul tashlaymiz. Aka qanday? Sen nimaga turding? Nimaga turding? Mo'jiza bo'ldi aka. Ya, mashinaga Ular mo'jiza. Tur endi, tur. Tur qol. Yuqori uyga kir. O'zim yaxshi ishlayotgandim. Siz o'tiring, men qilaman. Bor. Podpischik nechta bo'ldi? 70 ta bo'ldi. Voy, o'lay, bitta ko'paydimi? Menga nima deysan? Sifat. Aka, sifat reklama qilib beraylikmi? Bizning podpischiklarimiz ko'p. Yo'q, reklama kerak emas. Xohlasanglar shirinlikdan olinglar, yo'lda yeb ketasizlar. Kakas bolalarimga beraman. Bolalaring bormi? Ha, bolamiz bor. Katta erkaklar, shuncha yo'lga ketkizgan vaqtlaringni oilangga, farzandingga ketkizsang bo'lmaydimi? $200 beraman, uyga qaytasizlarmi? Siz nima deyapsiz? Bizning maqsadimizdan qaytara olmaysiz. $500 beraman. Nima hamma narsa pul bilan o'lchanadimi? Biz podpischiklarımizga va'da berganmiz. Yo'q, ketdik. $2000 beraman. Voy billah. Podpischiklar nima deymiz? 70 ta ku, aytqo. 2000 katta pul jo'ra. 200 qo'shdi. 200 qo'shing. Qo'shlar, rahmat. Kim oldi bu mashinani? Men oldim, qo'shlar. Qo'diqloq sen oldingmi bu mashinani? Ha, yaxshi niyatda oldim, ha. Xitoymi bu? Shunaqa. Sal shoshibsan-da. Sal shoshib. Balonni qara. Balonni ahvolini qara. Traktorimga ham qo'ymayman bu balonni. Xitoy-ku. Tununkami? Tununkami? Yaxshi deyishda oldim-da. Yaxshisi olaverasan. Mana uni chol, mana uni pipillat. Ko'p pipillat. Pipilog'ini tovushini eshitdingmi? Jiyanchayning veligida bundan yaxshi ovoz keladi. Sal shoshibsan. Radiator bilan kardiatorni ko'rdingmi? Switchasini sanadingmi? Ertaga buzilsa Xitoyga borib zapcha solib kelasanmi? Piyoda yura olmayapsan. Ishga borib kelishga yaxshi-da, qo'shlar. Peshkom yurasan, tushundingmi? Bu mashinchani haydab chiqmaysan ko'chaga. Qo'shnim muborak bo'lsin. Mashinchangiz zo'r ekan. Rahmat, qo'shlar, rahmat. Enangni yeri zo'r, enangni yeri zo'r, tushundingmi? Tur yo'qmi o'rniga? Hamma zo'r desa ishonib ketaverma, tushundingmi? Do'st achitib gapiradi. Sal shoshibsan lekin. Qo'shni, nimasi yoqmayapti sizga? Bilmayman, nimasidir yoqmayapti-da shuni. Nimasidir yoqmayapti mana shu mashina. Onangni mag'ir Jetaur X70 olibdi. Qaysi puliga oldi buni, ha? Orqam yonyaptimi? Onangni mag'ir. Kelji. Kel. Sep, yaxshilab sep. Yonyapti-ku, ha? Qodir quloqqa mixga kiradi, enajonisiga kirib ketadi. Amaki, men mix xayr qo'yaymi? Ha, hozir bitta narsani qaytib qo'y. Balki hozir kelib qoladi.
Qodirqaloq teshildi, qodirqaloq teshildi. Nima bu? Mahmud bu chaqaloq sumakimi? Mashinasi baquvvat ekanda. Baquvvat dema. Qodirqaloq shu teshikni ko'rmaydimi? Ha, u ancha-muncha teshik topolmagan. Buni ham topolmaydi. Yo'q. Sen suvni sevib qizyapti. Yana qizidimi? Sev. Ye. Qodirqaloq teshikni ko'rmadingmi? Ko'rmay qolibman qo'shni. Attang. Sal shoshdingda, men senga o'shanda aytdim. Endi nima qilasan? Hech qisi yo'q, o'zlarini 5 yillik kafolati bor. Servisga olib borib so'g'irlab berishadi qo'shni. Ungacha velikda yur. Ya sepma, kuymayapti. Yo'q, bu bo'lmasa mana bunisida yuramiz. Ke o'g'lim, ke. Bu nima balo? Jetor dashing. Zo'r bo'lsin qo'shni. Qodirqaloq sen pulni qayerdan olyapsan? Qo'lingga nimadir ekdingmi? Ha, yo'q, mana jetor olganim uchun aksiya ishtirokchisiga aylandim. Dashing yutib oldim. Siz ham qo'shni 5-metro bekat yonidagi jetor avtosalondan любой mashina oling, dashing yutasiz. Ketdimmi? Da qo'pke. Voy. Zumla pasa surtaymi? Achyapti-da. Olib keling. Borib kel. Qanaqasini oling? Miyatni yalpizligidan olib kel, ala bilosini. Nega? Mama, men keldim Rossiyadan. Asta, yo. Qara, ha, bittada anglamang. Nima ikkita oldingiz? Yangi jim turing. Ikkita mara olib kelasanmi, bolam? Pulim yetganini oldimda, dajon. Jo'raman rossiyskiy sigaretmi? Yo, bu iranskiy sigaret. Rossiyskiy bo'ladi, Rossiyadan kelgandan keyin. Sen nima olding? Sen nima olding? Yerimga oldim. Va erishga tapchika ham olib kelganman, rezini tapchika. Sinfdoshlarga haq berasan, bilasizmi? Ha, sinfdoshlar uchun ishlashga ketganman Rossiyaga. Sizlar uchun ishlab keldim. Ol, puli bor, eriyman. Tog'a, bu kompyuterda televizor qani? Ya baqirma, uyingda bitta televizor yo'q jiyan. Kompyuter televizorni so'raysan. Keyingi safar olasan, jeb to'ymagan chalim ham to'ymaydi. O'tibal to'kka ishlaydimi? Yo'q, gazda ham ishlayapti jiyanjon. Inangda ishlaydi. To'xtang. Keling. Shahla? जादू तेरी नजर तेरा बदन जादू iPhone olib keldingizmi? iPhone bormi? Nima bu to'qiymi? Bo'ldimi, bo'shadim sumkacha? Men ketdim. Oyoqqa? Rossiyaga ichini to'ldirib kelay. Sizlar uchun ishlayapman. Sizlarga men kerak emasman. Sovg'a salomlarim kerak, kiyim-kechaklarim kerak, telefon kerak, iPhone kerak. Mana turshukchani ham olinglar, rossiyskiy. To'xta bolam. Nimaga unday deysan? Qara, hech kimga kerak bo'lmasang ham mana menga keraksan. Men enang seni qanchalar kutdim. Jon bolam, shuncha Rossiyada yurib, enang uchun bitta rossiyskiy shkolat olib kelmading. Hey, og'zing ochchi.